Propanda eng qimmat joyidan quysiz ham 6000 so'm hisoblik o'rtacha. 60 ko'paytiruv 40. Ya'ni 240 ming so'm pulga siz bu avtomobilda bemalol 500 kilometr 40 ta propan bilan bosib o'tishingiz mumkin. Endi benzinda shu kilometraj yurish uchun kamida 500 ming yoki 480 ming xarajat qilish kerak. Undan ko'ra bir marta propanni qo'ying, hamiga aktami 95 dan yuqori beradi. Siz bu avtomobillarda 80 benzinda o'ylashingiz mumkin. Yo'q, men 80 da yuraverim. Motorni, kladishni, kolsani, porshini ishdan chiqarasiz. Biz shuning uchun sizga propan taklif qilib qolamiz. Propanni aktam 97 beradi. Hamiga hozir men sizga hisob-kitob qilib berganim, ya'ni 92 benzin bilan hisob-kitob qilib beryapman. 80 benzin bilan hisoblaganim ko'pchilik negadir yozadi. 80 benzin ancha arzonga tushadi. Yo'q, 80 benzin arzonga tushishi mumkin. O'sha bundan buyuk 80 ham yo'q. Motorni o'ldirib qo'yaman deydigan bo'lsangiz, farqi yo'q deydigan bo'lsangiz, bemalol benzinda yuravering. Shuning uchun qaytarib o'tamiz. 240 ming so'm pulga bemalol 500 kilometrga kafolat beramiz propanda. Past raqam qoldiramiz.